Assalomu alaykum do'stlar. Meni ismim Diyorbek Hayitov va men Polshada talabaman. Meni universitetim University of Warsaw, ya'ni Varshava universiteti talabasiman. Bu universitet Yevropada top 100 ga kirgan universitet va Polshada birinchi o'rinda turadigan universitet. Men bu universitetga kirishimga, Polshaga kelishimga hech qanaqa konsalting yoki agentство yordam bermagan. Va men to'liq jarayonni YouTube kanalimga vlog shaklida qo'yganman. Va juda ham ko'pchilik so'rashdi, qanaqa qildingiz, nima qildingiz, nimaga konsalting bilan ishlamadingiz, qanaqa qildingiz, shunga o'xshaydigan narsalar, shu savollarni menga Telegramdan, Instagramdan va kommentariyada ko'pchilik yozdi aytganimdek va o'shanga oid kurs qilyapman butunlay tekinga. Bu kursda Polshaga qanaqa talab bo'lib kelishdan hammasini 0 dan 100 gacha bo'lgan jarayonni ko'rsataman. Hozir sizga ham bitta ko'rsatishim mumkin. 8 ta modul Telegramda gruppa ham ochib qo'yganman. Mashtan Uzbekistan to Poland, shu yerda bu yerda bolalar bor, Polshaga kelmoqchi bo'lgan bolalar, shu yerga qo'shilib olsangiz bo'ladi. Biz bitta bola yaqindan olganlar, viza olganlar, bular konsalting bilan ishlaganlar, men yordam bermadim. Yordam berdim deb aldamoqchi emasman. Xudo xolisa qolganlarga yordam beraman. Aytganimdek, tez kunda tekin kurs chiqadi Polshaga kelish bo'yicha. Qizg'anchiq bo'lmang, foydali ma'lumotlarni har doim yaqinlaringiz bilan, tanishlaringiz bilan bo'lishing. Videoni o'zimning gapim bilan tugataman. Qilishingiz kerak bo'lgan ishni qilgingiz kelmayotgan paytda qiling. Oddiy tuyuladi, lekin ko'p narsani o'zgartiradi.